177 ming AQSh dollariga 3 xonali 100 kvadratli Yakkasaroy tumanidan chiroyligina xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu uy bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Etajimiz esa ikkinchi etajda joylashgan. Bilasizlar, ikkinchi etajdan uylar chiqishi qiyin. Sanuzelimiz ham ikkita. Xo'p, do'stlar, bu bizning kirosh qismimiz. Kirganimizda domofonlarimiz bor. O'yin tarafimizda esa bu yoqda stroyniy shkaflarimiz, bu yoqda esa oynali zonamiz bor. Tashqariga chiqib ketishingiz, o'ziga qarab chiqib ketishingiz uchun. Xo'p, yo'lay bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda sanuzel qismimiz keladi. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzellarimizda ham barcha qulayliklari bor va o'ng tarafga detskiga, chap tarafga kattalar spalnisiga kiramiz. Biz esa to'g'riga kelamiz. Kelaylik. To'g'rida esa bizni oshxona qismimiz bilan mehmonxonamiz bitta qo'rilgan, lekin bu uyimizni qarang, fayzi umuman boshqachada shunaqa chiroyli qilishgan. Men o'zimga juda ham yoqdi. Bu yoqda mana moykalarimiz, pasuda moykalarimiz, gazlarimiz, vitichkalarimiz, mikrovolnovka, duxovka, hamma narsamiz Hoffman texnikalari ishlatilgan. Bu yoqda esa oilaviy maza qilib choy ichib o'tirishingiz uchun yaqinda ro'zalarda mana shu yerlarda, saharlik, iftorliklarda oila bilan maza qilib, ilohim hammamiz mana shunaqa chiroyli uylarda shunaqa kutib olishda ro'za Ramazonlarda nasib qilsin. Bu yoqda esa bizni yumshoq mebellarimiz, jurnalist stullarimiz, kattagina televizorlarimiz va o'zining komodlari bilan ro'za Ramazonlarga mana shunaqa chiroyli o'zimizning dinimizga taalluqli bo'lgan suvenirlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Endi yuringlar, sizlar bilan kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnimiz ham juda ham chiroyli, shinam, yorug' va o'zini bu yoqda mana spalnilari, Samsung televizorlarimiz, ayollarimiz uchun komodlari. Bu tarafimizda esa bizni balkon qismimiz ham bor va uyimizda remontini qarang, har bitta xonamizda juda ham chiroyli ranglar uyg'unligi bor. Do'stlar, bu yoqda esa o'zining shkaf qismi bor. Shkaflardan umuman muammo yo'q. Chiroyli qilib joylab qo'ysangiz bo'ladi va o'zini bu yoqda esa sanuzel qismi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Bu esa aynan sizlarga aytgan ikkinchi sanuzelimiz bo'ladi. Qani endi yuringlar. Bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bolalar yotoqxonasiga ham mazada, yoshligim devorasida bu yotoqxonani ko'rib, ikkita kravatimiz bor, bu yoqda mana tumbichkalari, shkaflari, bu tarafimizda ham mana o'zining komodlari, bu yoqda dars qilib o'tirishlar uchun sharoitlar, remontini ham juda ham chiroyli qilishibdi. Mana tok razvedkalar uchun joylar, zaryadniklar, xullas hamma narsasi ideal darajada remontlarimiz. Do'stlar, bu uyimizni narxini aytib o'tdim. 3 xona 100 kvadrat, 177 ming Yakkasaroy City Mall Novostroykasida joylashgan. Bu yerda 3 xona, 4 xona, yana 3 xona, 4-5 ta uyimiz sotuvda. Bizga bemalol Telegramdan murojaat qilinglar, biz sizlarga videolarini to'liqini jo'natamiz. Sizlar bilan Muhib Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.